Assalomu alaykum Aralash Abzuri YouTube'dagi obunachilar. Charchamayapsizlarmi tuzilmasada? Xo'p, Nazarbekga kelganman. Tekstil taroziga yetmasdan 3 sotuli xonadonimizda bor yo'g'i 35 ming. Xonadon deganda endi mana временный xonasi bor. Fundamentlari tayyor. 20 mingta g'ishi bor. Xo'p, mingta shlaka bloki bor, shebini bor. Hamma xat hujjatlari, kadastrlari joyida bo'lgan xonadon kelganman. 35 ming ichida mana shu 20 mingta g'ishi, ko'rib turibsizlar, mingta shlaka bloki, shebini, fundament, hamma narsasi bilan tokka bo'lgan ko'rib turganlaringdek. Qolgan mayda-chuyda detalni ishlarni yana o'zingizlar bitirib olasizlar. Xo'p, bu xonadonimizda Nazarbek Tarnovda joylashgan. Tarnovda uzra tekstilda. Nazarbek tekstilda joylashgan. Xo'p, taroziga yetmasdan hamma xat hujjat joyida. Kirib men sizga ko'rsataman hozirki. Mana kirib qismimizda darvozasi tayyor turibdi, devorlari olingan. Shuni to'g'ri yurib kelasiz, mashina bemalol 4 ta 5 ta mashina ketadigan joyi. Hamma sharoitlar. Ko'ryapsizmi? Fundamentlari, g'ishlari, hamma narsasi tayyor qilib qo'yilgan. Jigar kelib qurilish qilib olsangiz bo'ldi, boshqa narsa talab qilinmaydi sizdan. Shuna qurilishni bosasiz. İshtirma qilsangiz, hamma hujjatlar joyida, nomingizga o'tkazib beriladi. Как положено. Uyni qurib turib, mazza qilib duogo'ylar bilan yashayverasiz. Jigar, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Xudo xolasa, xayrli bo'lsa, sizni nomingizga o'tkazib beramiz. Jigar, ko'ryapsiz videoni. Eslatib o'taman manzilimizni. Nazarbek. Nazarbek. Tarnovdan o'tdingiz. Tekstil keldingiz. Tekstilda shundoq taroziga yetmasdan mahalla. Juda ham shinam. O'zbek mahalla, hamma shart-sharoitlar bor. Kelaverasiz, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasiz. Joningiz sog' bo'lsin. Yoningizda mana shunaqa takoy o'zbek mahallada o'zbek qo'shnilar ham bor. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Rahmat. Boshingiz omon bo'lsin. Bu videoni siz ko'ryapsiz. Lekin siz yaqiningiz u yomoqchi yoki yer bo'lsa o'zim xohlagandek qilib ko'taraman deyapti. Ana o'sha odamga sekin jo'natib qo'yasiz. Boshingiz omon bo'lsin.